Bizlarning Darknet loyihamizdagi klonlarni sizlar juda ham ko'p mashhur blogerlarga o'xshatdinglar. Misol uchun, Goblinni Komilqo'rg'onga o'xshatibsizlar. Bo'lmasa bu videoda biz hozir buni tekshirib ko'ramiz. Kelinglar yaxshiroq tekshirish uchun Komilqo'rg'on yuzini Goblinga qo'yib ko'ramiz. Agarda birga bir tushsa, demak, obunachilarim taxminan to'g'ri bo'lib chiqadi. Va sun'iy intellekt bizga bergan rasmiyatini nishamiz. Yangi chiqqan bonito limonatini ichib ko'raman. Va men bu o'xshashlikka 10 dan 7 beraman. Ana endi bo'lmasa keyingi klonga o'tamiz. Bu klon Pumba. Ya'ni do'stlar, sizlar Pumbani bizani Ulug'bek akaga o'xshatib biram. O'sha to'g'risini aytsam qiynab yubordinglar bizani. Lekin yuzni birga bir tushadimi yo'qmi? Biz buni hozir bilib olamiz. Ketdi. Oh! Stop! Do'stlar, lekin yuzi rostdan ham ozgina o'xshatdi, lekin 100% Pumba deb bo'lmaydi. Va albatta bilaman, video boshidan beri Omonxon nima ichyapti deb qiziqasizlar. Bu Bonito, yangi chiqqan limonad. Albatta o'ziga yaqin bo'lgan magazinga boring va issiq kunda muzdekkina haqiqiy O'zbekiston limonadini tatib ko'ring.